Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Bugungi kunda dolzarb bo'layotgan narsa eng kattasi burunni bitishi, qalqonsimon bezdek qitishi degan holat. Miyaga kislorod yetib kelmaslik, ko'krakni o'rtasida ruschasiga grudnoy жаба deydi, ko'krak o'rtasi qisilishi, yurakni beholligi, miyaga kislorod yetib kelmaslik. Shuni barchasini biz o'zimiz tomonidan ishlab chiqarilgan qalqon degan mahsulotimiz mana bu bo'lsa, buni qanday ishlatish usuli desangiz, gugurt cho'pini 3 cha keladigan miqdorda mana undan ikkala burunga tortiladi va lo'ya miqdorichasini tilni tagiga tashaladi. Birar minutdan keyin bundan bir qopqoq ichiladi. Shu o'sha sanab o'tilgan va boshqa ko'p narsalarni bartaraf qilyapti. Hatto allergiyasi borlarga ham berdik, samarali ta'sir qildi. 12 ta viloyatga yetkazib berishga imkon bor, pochta orqali yoki taksi orqali. Sinab ko'rganlar yozinglar, mana biz sinab ko'rdik deb yozinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.